Assalomu alaykum hammaga. Bektemir tumanida Cobalt mashinasi qullanib qo'ygan ekan. Akamiz hozir vizitga chaqirgan, borib mashinasini ochib beramiz. Mashina uzoqqa ketish kerak ekan, o'sha uchun kalti bagajga qolib ketgan deb aytdi klientimiz. Hozir Sergelidan Bektemir tumaniga borib, mashinani qirmay, chizmay ro'yxatga qo'yib ochib beramiz. Ochilayotgan holatini ham xohlasa video qilib qo'yishlikka harakat qilamiz. Bizni kuzatib boringlar. Bizda vizit xizmatlari ham bor. Mashina qullanib qolsa, qanaqadir muammo bo'lsa, shuni qilib qo'yishlikka harakat qilamiz. Videoni davomida ikkinchi videoni qo'shib boraman. Xullas, mashinamiz ochildi. Operatorimiz shuncha video ko'rgan, lekin video olish tugmasini bosmagan, o'sha uchun vaziyatni olib bera olmadik. Lekin mashinamiz ochildi mana. Bagajga qolib ketgan ekan, bagajni ham ochib, eshiklarni qirmay, shilmay ochib berdik. Operatorimiz knopkani bosmabdi. Mana hech qanaqa qirilgan joyi yo'q, hammasi akkuratni ochilgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib aytsangiz borib shog'lik qilib beramiz. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, yangiliklar hali oldinda.